Sizga solamiz. Xo'p, o'tirgin. Bak, formangni ol, o'tirgin. Bobur ke. Bobur ke. Xo'p, eshitamiz yigitlar. Boburni uyi bor, mashinasi bor. Menda yo'q. Lekin menda hozir 30 ming dollar bo'lsa, mashina ham sotib olaman. U ham qurib bilaman, to'g'rimi? Lekin Boburni miyasidagi aql yoki Boburni bor bilimni sotib olib bilamanmi? Iloji yo'q, ha? O'sha uchun bitta narsani qancha barvaqt tushunsangiz, shuncha o'zlaringiz yaxshi. Kallali odam hamisha yutadi. Eng ko'p kitob o'qigan, doim ravishda harakat qilgan odam yutadi. Kitob o'qish yoqmaydi, dangasalik, televizor, chalg'ituvchi futbol ko'p. Lekin kitob o'qigan bola 10 yildan keyin kitob o'qimagan bola bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Kelishdiga? Mana bu kitob. Hammalaringizga Boburning nomidan hadya. Bobur haqqiga bir duo qilib qo'yasizlar va Boburning halimligi uchun, qalbi kengligi uchun kiyman Boburga. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Молодец. Xo'p, endi ikkinchi masala kecha biz ota-onalarga murojaat qildik. Kimni bolasi nimaga qaysi kasbni tanlaydi desak, ikkita ota-ona yozgan. Bittasi Abdumurodni uydagilar, ikkinchisi Murod, Umrulon uydagilar. Bularning ikkalasiga beriladigan kitob tibbiyotga doir kitoblar. Ya'niki bu ikkita bola kelajakda doktor bo'lmoqchi. Bularning ikkalasiga mayli yozsin ekan o'qilamiz. Xo'p, bu degani sportga doir kitobni o'qimaydi degani emas. Bu kitobni ham o'qiydi, bu kitobchani ham o'qiydi. Kelishdiga? Xo'p, mana bu kitobchani hammaga tarqatib chiq. O'tiramiz. Tarqat. Xo'p. Endi eng asosiy oxirgi masala. Tarqatinglar o'z gaplashamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Wow. Xo'p, o'tiramiz bolalar. Xo'p, eshitamiz. Eshitamiz bolalar. Hey, maylim gapirsan. Ketdik. Bolalar. Oxirgi iltimos, oxirgi talab. Xo'p, mana bu kitobda 14 ta mavzu kelgan. 14 ta mavzu degani sodiq o'tiramiz. 14 ta mavzu degani 2 hafta o'qiymiz bu kitobni. Ertaga men birinchi mavzuni so'rayman. Birinchi mavzu ilm haqida 18 bet kelgan. Tushunmasangiz otangizga, onangizga, opangizga iltimos qilasiz, o'qib beradi. Kelishdiga, ertaga men xohlagan odamdan so'raman. Ertaga bir 7 kishidan so'rayman, indini 7 kishiga, ha? Tushunganingni aytib berasan. Shukur aytib berding-ku. Tushunganingni aytib berasan. Kelishdiga, faqat kitob hozircha 25 ta, har bir oilaga bitta beramiz. Bir oilada ikkitaliklar bor-ku. Aka-ukaga bitta beramiz. Kelishdikmi? Xo'p. Lekin shart aytyapman, ertaga 1-betdan 18-betgacha so'rayman. Ilm haqida kelgan. Ilm nima deb so'rash mumkin? Ibrohim ilm haqida gapirib ber. Abdulloh gapirib ber, Abubakr gapirib ber. Gapirib berasizlar, tushundingizmi? Xo'p. Bu kitobni o'zim tarqatay, chunki ana bo'lib qolishi mumkin.